Aka, o'zi pishirishda necha pul bozorda sotilishi? Necha pul olish? Olishdi bozorda sotilishi 950 so'mdan kelyapti. 950 so'mdan yashirib keladi. Ha, shu yerga kelyapti. Urib berishinglar necha pul bo'lyapti? Urib berishimiz loyga 550 so'm. Hop. Rastvorga 600 so'm uryapti. Sement rastvorga 650 so'm, 600 so'm. Loyga Aka, 550 puma hakka 600 so'm. G'ishtni sifati qanaqa? Sho'rlar, shunaqa narsalar chiqmayapti. Yo'q, bu g'ishtdan chiqmayapti shu. Yaxshi. Yaxshi g'isht kelyapti. Chunki ba'zi ustalar aytyapti-da, ursak, kesadi, sindirmoqchi bo'lsak, to'kilib ketyapti, maydalanib deb shunaqa gaplar ham bo'lyapti. U ustalar ichida bo'lyapti. Mana shu 3 kun oldin ashlar urildi. Unda metriga 90 ming, Metriga 90 ming so'm. sesmachi, Sesma 70 ming so'm. Armaturasi ichida. rigilchi. Regil 140 ming, 150 ming so'm. Monolitni o'zimiz quysak, rushnoy. O'zimiz armatura to'qisak 150 ming so'm kvadratiga. 10 bitta brigadada 10 bitta odam asosan 3 kishi g'ish uradi. 6 ming, 6,5 mingga yaqin ish qo'yilyapti. G'ish urib qo'yasizlar. Ha. Aka, pastda nomeringizni qoldirib qo'yamiz, xizmat bo'lsa telefon qilishadi. Ismingiz nima aka? Faryozbek.